Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz Telegramda bot yaratish mavzusi. Telegramga bot vazirda qidira olamiz. Bot vaziriga kirgandan keyin startni bosamiz. Startni bosgandan keyin bizda shunday oylik chiqadi. New bot buyrug'ini bosamiz va bot bizdan botingizga qanday qilib nom qo'yasiz, qanday nom qo'yasiz degan savolni beradi. Biz masalan Sardor Stojobod deb qo'yganman. Undan keyin foydalanuvchi nomini so'raydi. Uni ham xuddi shunday qilib olganman. Undan keyin bizga login beradi. HTTP loginni olamiz. Keyin saytingga kirib, bunda tayyor kod bor. Shu kodda tokenni tashlaymiz. Nusxalab olamiz. Nusxalab oldim endi. Shu joyga tashlaymiz. Mana buni run qilamiz. Mana saqlaymiz. Sekin hop, bizda saqlab qo'yamiz. Saqladik. Bu yoqda xatolik chiqishi mumkin, lekin aslida bot ishladi.